Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Videomizga bitta like, bitta podpiska, xudo xolasa ayamaysizlar degan umiddamiz. Chiroyli qilib video qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa mana tashqarilariga mana akfa, mokriga qora qilib berdik. Tashqarilaridagi akfa. Ichkarilariga domga o'xshatib qilgan ekan akamiz, juda chiroyli chiqdi. Eshik romlari mana tashqarilar xudo xolasa akfa zo'r chiqdi, uylari go'zal. Bu yerda addelchilarda ham ishi bor. Addelchilar ham hozir zo'r ish qilyapti ekan, ishlari juda yoqdi. Xudo xolasa mana eshiklarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga mana klassik eshik berdik. Eshiklarimiz juda go'zal, krashevinli, juda go'zal, chiroyli chiqdi. Vodiy bo'ylab olib borish, o'rnatish bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekistonda hamma burchagiga xudo xolasa yetkazib beramiz. Mana ichkarilardan ham bir chekkadan tushuntirib o'tamiz. Bu sanuzellar, mana sanuzelga ham qilib berdik. Ishlarimiz juda mustahkam, bemalol, mana sifat o'ta oliy. Oq krasiga qilib berganmiz. Buni krashevinli deb qo'yadi. Buni maloshniy xohlagan rangida qilsa bo'ladi. Bu oppoq bu rezinkalari. Mana sanuzelga qilib berganmiz. Xudo xolasa xizmati juda zo'r. Hali bunga 5 kilo 6 kilo kraskaga bo'ladi. Yomg'irga, issiqqa ancha-muncha chidamli bu. Videomizni podpiska like bosib qo'ygan bo'lsanglar, videomda o'zim uyimga qo'yganman, 5-yil ketyapti. Tashqariga mashinadan qo'yganmiz. Hech narsa bo'lgani yo'q. Optoda, yomg'irda turadi. Xudo xolasa bizda garaj press apparatlar juda chiroyli, eshiklarda dizaynlari ko'p. Xohlagan dizaynda atila qilib beramiz. Klientimiz o'zi shu dizaynda tanladi. Shu dizaynda qilib berdik. Zamonlarimiz mana magnet zamon deb qo'yadi. Zamon ham juda kuchli. Magnet zamon o'zi bu kirganda o'zi chiqib ketib ushlab oladi. O'sha mashinalarga keladigan bo'lsa, 3 tadan o'sha mashinalar qo'yib berdik. Eshiklarimiz juda chiroyli. Videomizda shu yangi bo'lganlar bitta podpiska like ayamaysizlar. Xudo xolasa ustalarning ishi ham o'ta go'zal, chiroyli chiqibdi. Xizmat bo'lsa, telefon nomerini tagida qo'yib qo'yamiz. Murojaat qila olasizlar. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.